Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bugun sizlar bilan mana shu kitob haqida gaplashamiz. Dardingni sev kitobi. Mana shu kitobni men 15 yil avval bir marta o'qib chiqqandim. Hozir yana o'qib boshladim. Ana shunda juda zo'r tushunchalarni olsangizlar bo'ladi. Hozir men sizlarga qisqacha bugungi nafrat haqida aytib o'tmoqchiman. Qaranglar, nafratlanish qanchalik zararli ekanligini tushunib qolasizlar. Masalan, erkak ayoldan nafratlansa, uning erkaklik sha'ni jabr ko'radi. Hammasi juda oddiy, axir har bir odamda koinotning erkaklik va ayollik ibtidosi bor va u o'z nafratini ayolga yo'llab o'zini vayron qiladi degan. Ya'ni bir erkak bir necha yil mobaynida prostatitdan azob chekadi, endi jinsiy ojizlik paydo bo'lyapti. Hech qanday dori va davolash tadbirlari yordam bermayapti. Kasallikning sababi esa uning xotiniga nisbatan nafrati va hazar qilishida, undan xiyonat qilgani uchun qasos olish istagida bo'lgani uchun erkak kishi ana shu tomonlama azob chekibdi. Ayol kishilarga erkakdan hazar qilsa va nafratlansa, o'z jinsiy a'zolariga zarba oladi. Ya'ni xotin uzoq vaqt eridan uning axloqsiz xatti-harakatlari, haqoratlari uchun ranjib va nafratlanib yuradi. Bir muncha vaqtdan so'ng ayolda bachadon o'smasi borligini aniqlaydilar. Ana shu uchun yana bitta joyi, mana tashqi olam mening olamim ekan va uni o'zim yaratar ekanman. Unda dunyoqarashimni o'zgartirib, men o'z olamimni, demak, o'rab turgan olamni ham o'zgartiraman. Buni oddiyroq qilib aytish mumkin. Atrofdagilarni o'zgartirmoqchimisiz? O'zingiz o'zgaring. Shunda hech kimdan shikoyat bo'lmaydi. Axir hammasi o'zingizga bog'liq. Ana shu Valeriy Sinelnikovni kitobini o'qib chiqishlaringizni so'rayman. Juda katta yordam beradi. Juda zo'r dardlaringizga shifo topasizlar degan umiddaman. Men buni 2-marotaba o'qib chiqyapman. Hozir yana tushunmagan joylarimni tushunib olyapman shundan. Hammalaringizga rahmat, kommentariyalaringiz, prosmotrlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.